Azizon Abdulqodir diqqat bilan kuzatmoqda vaziyatni. Gol! Gol Shatskix tomonidan ijro etildi. Bilasizmi? To'p kiritilmasdan oldin gol deyishimizga asos bor edi. Chunki yoki bir-birlariga ko'proq ishonib yuborishdimi e'tibor qiling. Bu vaziyatda Shatskix ular tomonidan umuman esdan chiqarilgan edi. Darvozabon Azizon Abdulqodir to'pni bir qarashda ushlab olayotgandek edi-yu, lekin to'p uning qo'lidan chiqib ketdi. Oqibatda vakillarimiz kiritgan golni yana bir marotaba ko'rishingiz mumkin. Demak, Osiyo Kubogi bahslarida O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari yarim soat o'ynashdi. Futbolchilar juda chiroyli va hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Zarba berildi. Gol! 2-0. Malayziya terma jamoasi Timur Kapadze o'ziga o'zi to'p chiqarganligiga e'tibor qiling. 4 o'yinchini aldadi, 4tasini. Eron bilan bo'lgan uchrashuvda ham o'ziga nisbatan vujudga kelgan. E'tibor qiling. Juda chiroyli bir o'zi hujumda 4 futbolchi u bilan ovora, 4talasi ham aldandi va oqibatda chap oyoqda yo'llangan zarba. Abdurahmon ham demak, gol! 3-0. Barchaga eslatib o'tgan edi. Baqoyev darvozabon o'yin qoidasini buzgan. Salomin. Uzoq burchakka to'p darvozada, gol! Aziz Ibragimov. Biz so'ragan gol ham terma jamoamiz futbolchilari tomonidan ijro etildi. Bu yerda Salominni mehnatini ham alohida ta'kidlab o'tish kerak. Pavel o'rtaga emas, aksincha orqa tomonga to'pni uzatishga erishdi. Bu yerda Aziz Ibragimovning esa bir o'zi turgan edi. Uchrashuvning 85-daqiqasi. Shundagina ikki murabbiy o'rtasidagi muloqotni bevosita tinglash imkoniyatiga egamiz. Jeparovda yaxshi imkoniyat. Kapadze nima qilyapti? Gol! Shatskix dubl muallifi 5-0. Yozib yuborsak. Hali vaqt bor-ku, asrasin o'zi. Kapadze qizg'anmasdan to'pni Shatskixga qaytarib berdi. Jamoa sardorini hurmatini qildi. Aslida esa Timurning o'zi ham gol uradigan holatda chiqib kelgan edi, qarang. Hech ikkilanmasdan to'pni Shatskix tomon uzatdi. Kombinatsiya esa ancha chiroyli chiqdi. Jeparov, Kapadze, Shatskix